أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: ومن جامع أو جومع في أحد السبيلين عامدا أو أكل أو شرب غذاء أو دواء وهو صائم في رمضان عليه القضاء والكفارة مثل المظاهر. Bu fasıl ro'zani buzilgan narsalar haqida to'xtalmoqchi. Jimo qilgan kishi yoki jimo qilingan kishi aldoq yo'lning qaysiga jimo qilinib qolsa, qasddan jimo qilib qolsa, ro'zlar holatda yoki tamoq, sharob yoki dori yeb ichib qolsa, buni hukmi alayhil qado. Shu kunki ro'zasi buzilgan bo'ldi, buningga bir kun qazo qiladi. Vel kaffara, kapparat berish vacib bo'ladi. Mislul muzahiri, zihar qilgan kishiga kelgan kapparatga o'xshash. Ya'ni oldidan atqu raqaba. Atqu raqabadan keyin faman lam yajid fasiyam shahrayn, faman lam yastati' fa it'am 60 miskina. Ayatul zugha wallazina yudahiruna min nisaihim ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Ondan keyin oyatning oxirida فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. Qul azat qilinmagan kishi, uning iqtisodiy qurbati yetmagan kishi 2 oy arqa ro'za tutadi. Uzib qo'ysa bo'lmaydi. فمن لم يستطع فإطعام 60 miskina. 2 oy ro'za tutmasa 60 miskinga tamoq berdi. قال: ولا خلاف في وجوب القضاء ووجوب الكفارة بالجماع. Jima qilish bilan shu bir kunni qazo tutish kerakligida, kapparatning vojib bo'lganligida ixtilof yo'q. Ya'ni ulamoning o'rtasida bunda ixtilof yo'q. Lekin ba'zi ulamolar shu bir kun 60 kun deb qo'ysak, 60 kunga qatlab 61 kun bo'lamdi yoki shuning ichida shu bir kun bormi hisoblash mumkin. Ammo qazo qilish kerak, kapparat keladi deganda ittifoq. Yana ma'jins bir nuqta bor. Mushu ro'zini mushunda narsalar buzib o'tgan taqdirda kapparat keldiganligi mush Ramazon xos. Masalan, Ramazonning sirtida dushanba, payshanbani yoki qazo ro'zini yoki nazrni, kapparat ro'zini tutayotgan chog'da mush ishlar bilan buzib qolsa, bunda kapparat kelmaydi. Bu Ramazonning ulug'ligidan, Ramazonning hurmatini buzganlik jinoyatiga qarta berilgan jazo. Ya boshqasida qazo keldi. Chunki bu yerda Ramazonning hurmatini buzganlik jinoyati eg'ir o'g'achqa shunda kelgan. Boshqa Ramazon bo'lmagan ekan, unda kapparat yo'q. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال: وقعت أهلي في نهار رمضان متعمدا. أجبر أعرابي كلاب من رمضان دا أيالم bilan birga bo'lib qoldim yoki ahlaktu degandek iborat bilan kelgan bo'ldingiz. Buni degan chog'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga a'tiq raqaba degan. Qul azat degan. Shu hadisning oyig'idimi? A'tiq raqaba degan men bir qul azat qilmayman, uni 2 oy ro'za tutgan shu hozirgi kashil shu ro'za tutgandan keldi. Unda tutib qolmayman degan ekan. Unda 60 miskinga tamoq bergan desa, bunda shu Madinaningki u Qarasaydin ma Qarasaygacha unda surishtirib kelsa, mendan faqat odam yo'q. Ya'ni unda tutganda birisi 30 kilo atrofida, 15 kilo atrofida bir soat qo'lga kelgan chog'da ammani sadaqa bergan deb keyin shu eng kambag'alman degan ekan, bizning yeganimizda axiri shu bir soat qo'lni ko'tarib ketgan. Ramazonning qazosini qasddan buzsa, ya'ni Ramazonning sirti tutgan ekan bu qazoni kelmaydi. Ramazon oyida ro'zni qasddan buzitish bo'lsa, andin o'sha ig'ir
kappara qildi. Uzluq qas yandan başlaydı. Fakat lan onda İslam ruhsat qilgan, eg'zasdan bo'ldi deb ruhsat qilgan kunlar, masalan, ro'za Eid, Qurban Eid, ayyam tashriq 5 kun dedik-ku, ba'zi 6 kun deb qaraydi. Shu kunga ruxsat bor. Shu kun udul kelib qolsa, arliqni uzib qo'ysa mayli. Ama onundan başladı uzluq qolsa, ya'ni yeni başlardan başlaydi. Ama bu onda aslında bir ig'ir kaffara. Ramazan xos. Ramazanda tutgan farz ro'zani buzg'anga xos deymiz. Muzahirga o'xshash ro'za tutsa, yana shu birinchi hadis bosla. Shu g'ayibda bor. Hozir Atq raqaba deganga hadisdan dalaklab, keyin Shahrayn mutatabain deganga yana Atq raqaba yana bir hadisdan dalil izlagandek bir ahvol. Amlatda shu hadisda musibah. ولقوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر. Bu acırak hadis. Şu aç birinci hadisin için tutan bolsa, bu avaçlık yoktu. Lekin hadise eklişte, cimadan başka yep içiş bilen rozu buzuvasımı bunda o'xshash kildi degan ifodalar uchun mushunga muhtoj. Men aftaradir mutlaqan eg'iz ichsa. Hozir bu yerda ev akala ev shariba deb yeb ichishni shu qator sanab ash kaffaratul jima o'xshash kildi dedi. Mushunda boshqa hadisdan dalil ekanmisa, hadisdan ekansa bu hali xosa bil jima. Jima vaqaligida bunda ig'ir kelgan. Ammo yepsa bunda ig'ir kelmaydi. Qazosini qilsa bunda kaffara kelmaydi deyishim. Shafiy mazhabda shunda qarash bor. Ana shada man aftara mutlaqan ig'zi chiqib qolsa dedi. Lekin bu hadis bak ajra qilish mumkin yoki bu hadisni man aftara desak, aftara bil jima' fi nahar Ramazon deb bunda muqaddar qilib tushunishimiz mumkin. İki ay ro'za tutdi dedi. Wa la yushtaratu al-inzalu li wujudi al-jima'i dunahu. Jima' qilsa u mani chiqish shart emas. Mani chiqmasmi jima' chiqqan bo'lgan bo'g'achqa jima' qilgandikilar ro'za buzildi deymiz. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله عدم وجوب الكفارة في الإيلاج في الدبر اعتبارا بالحد. أنا ما إمام أبو حنيفة كان ما روايات ظاهر روايات بشقة أجرق روايات bu مثل لواط من دبر إشلدا آخرك جماعة غن أهولدا كفارة واجب بميته نمشون ise bunun da zina belgilengen ig'ir ceza icra qilmaydi. Faqat buna ta'zir berildi. Undan keyin bunun da kafarat verilmesi lazım. Çünkü kafarat degan hududga bitgan, chiqishda ma'nal uquba degan bir rivoyat keldi. Lekin was-sahihul awwal, lekin shu birinchi qarash, shu Hanafi mazhabda to'g'ri qarash shu. Liqada ash-shahvati alal kamal. Çünkü bu livat ahvallarda quluq shahvatini qondirgan ahvollar bor. Demak, mushunda ahvolda kaffarat vojib bo'ladi demak. Qala wa amma al-mar'atu fayajibu 'alayha idha kanat mutawi'atan. Ayol kishi o'z rozi bilan bo'ysungan bo'lsa, erga, o'sha Ramazonda bil bo'lgan ahvolda ayol kishiga ayrim kaffarat qiladi. Bu mahallal xilaf. Yani icma yo'q bunda. Shafiy mazhabi boshqa qarashlar shu er kishi kaffarat vojib bo'ldi deyish mumkin. Chunki o'sha hadisda shu er kishining kaffarati deyildi, sen ayrim kaffarat ursa, ayoling ayrim kaffarat urdi, kaffarat ketdi degandek tafsili bayon qilmagan. İmam Şafii'nin qoidasi terkil istifsal fi maqam al-ihtimal yufidu umum al-maqal degandek bir qoidasi var. Yani şu ahvolda ash kishiga nisbatan sen yalnız bir kaffarat bersa, ayoling yalnız bir kaffarat birda ayrim kaffarat ketdilar, bironligi birda degandek ahvol yo'q. Buni tafsili bunda tarjimay bir kaffaratning ham gapini qilib yo'lni sog'an ekan, shu ikkalanga bir kaffarat ketdi deganlik bo'ldi deydi.
Ama Hanefi mazhabda ve emmal mar'atu feycibu aleyha idâ kâne mutâvi'atan ayol kishigimi kapparat vacib bo'ldi. Li umumul hadis thani. Çünkü ikinci hadisda lafzi umum. Men aftara. Men aftara. Şoma ikinci hadisni nima uchun ataydan akelda lozim bo'ldiganlikdan. Müşün lafzi lozim bo'ldiganlikdan. Muzahir qiyas qilishi ikkay yoki atqa raqaba 60 miskin degan shuning vojib bo'lishiga qiyas qildi. Ammo bu yerda kimni qiyas qilyapti? Ig'zoch qoidammi? Har qanday odam bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, er kishi bo'lsin, mana qiyas qilyapti. Maqis alayhi muzahir. Lekin bu yerda qiyasligini al-muftar. İkinci hadisning umumi shuni ko'rsatadi. Wa li anna hadha al-fi'la yaqumu bihima. Çünkü muşu iş ikkidan birlik qilgan ish. Fajibu alayha ma yajibu alayhi kal-ghusl wal-hadd. Undan keyin ash'akishga vojib bo'lgan ishlarning hammasi ayol kishiga vojib bo'ldi. Masalan, er kishi yuyinadigan bo'lsa, ayol kishi yuyinish lozim. Agar zina ahvoli sodir bo'lgan bo'lsa, abrelin shamga saqtirish, jald urish bo'lsa, buningmi shunda o'xshash jazo keladi demakchi. Davoniy kapparat mı er kişiga o'xshash keladi ayol kishiga deydi. Va in kana mukrahatan la kapparat alayha. Boshqachilik uchragan yoki zo'rlangan ayol kishi bo'lib qolsa, uni kapparat kelmaydi. Kama fin nisyani. Xuddi masalan unutib qolgan ahvolda. Unutib qolib yeb ichib jimo qilsa, o'zi bilmaydi. Nima? Undan keyin bu ahvolda kapparat kelmaydi. Listivaihima fil hukmi bil hadis. Chunki bu ikkisi hadisning lafzi bilan hukmi o'xshash. Abir hadisda keldi-ku, rufi'an ummati al-xata'u wan-nisyan va mastukrihu alayh. Shu yerda nisyan bilan ikrohni bir qatorda sanagan. Davomida ham bu kapparat bilan gunoh ikkisi tushib ketadi demoqchi. Ya'ni bu mazhab ikkidan ayirib, ikroh bo'lsa, bu yerda gunoh bo'lmaydi, kapparatni kelmaydi. Chunki jinoyat shakllanadi, ikroh bo'lgan. Qazo qiladi. Faqat gunoh bilan kapparat yo'q. Qala walau akrahat zawjaha fajama'aha yajibu alayhima. Agar erini jimoq zo'rlagan bo'lsa, her ikkisiga vojib bo'ladi. Bu ayol kishi bilan er kishi bundan o'xshamaydi demoqchi. Farq qiladi. Wa an Muhammadin la kaffarata alayhi lil ikrah. Imom Muhammad zo'rlangan ekan, zo'rlash degan mushu mazmun bo'lsa, mecburlanan bo'lg'achqa u er kishiga kapparat kelmaydi. Hanefi mazhabda mush qarash bo'yicha fatvo berdi. Yani va alayhi al-fatwa deymiz. Imom Muhammadning qarashi. Yani er kishi bilan ayol kishi o'xshash deb shu asos fatvo berildi. Walau alimat bi tulu'il fajri dunahu. Ayol kishi tong atganligini bilibdi. Va katamathu, lekin tong atganda demaylam, eriga demaylam hatta jama'aha. Eri ayol bilan birga bo'lgan bo'lsa, bu ahvolda ayoli tanatqanlikning gapini qilmagan bo'lsa, fal kaffaratu alayha xassa. Bu chaqda kapparat o'sha ayol bilan keldi. Chunki bu ayol qasdan birga bo'lgandek. Gunoh mush ayolning tarafida bor. Har kishi bo'lsa xatolik tarafi bor. Xatolik bo'lganki u bir kun qazo qilsa bo'ldi, lekin kapparat ya gunoh degan narsa yo'q. وأما وجوبها بالأكل والشرب بالغذاء والدواء أما يب طماق ياك دور يبسكن شغدا كفارة واجب بالغلق كاسك للحديث المتقدم من أفطر ديان حديثك أساسا وهذا قد أفطر ما نبوك شما دور إشكن كشي يبسكن كشي إغز إشوات لأنكن كفارة كل ديمز. Yani hazır aşağıdasına ekilişinin sebebimi muşu mesela. Mağanında bazılar, İmam Şafii'deki bazılar kefaretül cima kılmaydı deyişim. Yani bir mezhepte kefaretül cima kıldı. Çünkü men aftaradı da iftar buldu demiş. Roz tüyegen bolsa, bazı keseller mesela ölüp ketkiçe sakaymayısız deydiğen. Ömrü hem doğum daris tuğusu bulmaydıgan keselli var. Bu onda doğumluk roz tutmay fidye verip yaşayışı kalması mümkün. Ama roz tutmaya. Anta sumu hayrul lekum.
ro'za tutman deyishi mumkin. Ro'za tutgandan hech narsa pishmay, quruq tablet donlam ishtatsam, ro'zam buzildi deb buzildi. Hatto shuni yaqinda bir aydan so'rabdi, buzildi desam, unda darissa buzilmaydi deb fatvo berganlar bor ekan. Men izlab baksam, Marakash tarafdagi bir ulamo tablet dorini ya kapsul dorini suvdan emas quruq, shundan ishtatsa o'z buzilmaydi deb fatvo berib ekan. Şu fatvalar shunda anlanmagan. Lekin to'g'risi bu doğru ish bilan sunnatdir. وروى أبو داود رحمه الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شربت في رمضان فقال من غير سفر ولا مرض قال نعم فقال له أعتق رقبة. Muş hadisimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzur kelgan kishi Ramazonda bir narsa ichib soldim desa, safar yoki kasallikka olib bo'lmagan chog'da shunday bo'ldimi desa, degan. Ular bir kunni ozod qilgan deb buyurgan. Va hada nasrun fil bab. Mushu babda aniq nas darajalik hadisdir. Lekin bu hadis ajiz. Yani nas bo'lgan bilan, sarih bo'lgan bilan sahih emas. وعن علي رضي الله عنه أنه قال إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع. كفارة كان مش اشترك ناس البلدون دت كان زبالة. لكن بلندموز سند عاجزلق با يعني مش موقوف رواية ما عاجزلق با. فإن حاضت المرأة أو مرض الرجل مرضا يباح له الفطر سقطت الكفارة. هنا eğer ro'zni ichib buzayotgandan keyin kaffarat vojib bo'ldi dedik ama lekin kaffarat berib bo'lsa bu ayol kasal bo'lib qoldi. Yoki er kishimi Ramazonda ichishga ruxsat qildik darajada er kasal bo'lib qoldi. Kasal bo'lgandan keyin unda kaffarat tushib ketdi deydi. Saqatatul kaffara. Kaffarat tushib ketdi, lekin ig'iz ochgan chog'dagi gunohi bor. Bu xuddi kaffarat to'lmasam mayli bo'pti degandek bo'ladi. Lekin ro'zni yeb ishib buzayotgan chog'da gunohkor bo'lgan. Masalan, boshliqqa yeb ishsa kaffarat vojib bo'ldi. Endi yeb ishdi kaffarat vojib bo'ldi. Ammo shu kuni kaffarat vojib bo'lgandan keyin hadatul mar'a aw maridar rajul. Mushkil ahvolda bu kishilar normalda shu kunni ro'za tutmasa bo'ldi. Masalan, haydavu tutmaslik lozim. Tutmaydi. Eğer kişi ağrıp kalan takdirde o ro'za tutmaydi desa ruxsat berdi. Davomdan keyin bu anda ro'za tutmasa mı ruxsat qilingan holatga o'tib qoldi deb kaffarat bermasa mayli deydi ekanmiz. Sağ ro'za tutibdi. Yeb ishib buzayotdi. Buzayotgandan keyin ondan kasal bo'ldi. لأنه تبين نمشن عند كفارة شكت دايمازة çünkü keşte karısak, gün batışı karısak nima ayam buldu? Aşkın aslında bu ro'za tutmas ruhsat kılman günken. Yani çokum ro'za tutsun kerek deyen gün emasken bu. Ağızda eşişme ruhsat kılman günken. Vel keffaratu innema tecibu bi ifsadi savmin mustahaqqin aleyhi. Kaffarat degan tutishi vojib bo'lgan ro'zni buzatish bilan bo'ladi. Bixilaf safar. Yani bu mustahaqqan alay degani mishada tutishi vojib bo'lgan kunkan degani bu shu Alloh taolaning ilmida shunda. Lekin bu o'zini ichayotgan chog'da shu kuni ro'za tutmaslik ruxsat bor kun menga deb bilmaydi bu. Shunga hozir bu bir xatolik qilganlik aniq. Yani gunoh ishlangan aniq. Lekin keyin qarasak Allah Teala'nın ilmi bizge bu adamını kesel kılış ve ayiz keltirişinden ilmi ma'lum bulgu. Ma'lum olan karısak aslı bu gün bu kişi ro'za tutmaydigan kun ki. Ondan keyin kaffaratni ben san buldu deymiz. Vel kaffaratu innema tejibu bi ifsadi savmin mustahaqqin aleyh. Kaffarat degan tutishi vojib bo'lgan bir ro'zni buzib qolsa ondan keladi. Qarsak bu vacib bo'lmagan ro'za ekan buning haqida. Bixilaf safar, safar holda buni o'xshamaydi. Bixilaf safar degan saq
va muqim turib ro'za tutdi va ro'zasini buzib etdi. Buzib etgandan keyin kapparat to'laydigan chog'da aytdi, "O'sha kelib bu. G'achchi safarga chiqib olsam, kapparat to'lamaydi deb, shundan g'achchi bir tarafdan safarga chiqib olibdi kechgacha." Demak, bu shu ro'zani buzib etgandan keyin safar qilib olsa, buni o'xshamaydi. Li'annal kaffarata wajabat haqqan lillahi ta'ala. Chunki kapparat bu Alloh taolaning haqqi. Sifatida vojib bo'lgan. Fala yaqdiru ala ibtaliha. Shunga uni, ya'ni kapparatni bika qilib o'tmaydi. Hozir bu bandi bika qilib o'tish masalasi. Oyada Alloh taolo o'zi bika qilib o'tgandek, ya'ni kasalni berib Alloh taolo o'zi bika qilib o'tgandek. Lekin bu yerda bu inson o'zi bika qilmoqchi. بخلاف الحيض والمرض لأنه ليس منه. Hayzlan kasallik u insonning qo'lida emasdi. Insonning kelgan ahvol emasdi. Alloh taoloning kelgandi. Shu vaslam g'achni o'zining o'ziga pichoq bilan yo doriya bilan og'rib qolsa, ya'ni kasal bo'lib qolsa, o'xshash. Chunki bu o'zi bo'lib olgan narsa. Qala wala usufira bihi mukraha. Majbur safarga elib chiqilsa, la yasqutu aydan kapparat saqt bo'lmaydi. Majbur elib chiqish masalan, tutuplamasa o'limga ketgan bo'lishi mumkin. Yoki eri ayolni ma'abgan falanlar ma'muzda bilan ilib mangan bo'lishi mumkin. Yoki askarlar olib qolsa, shu kuni qo'mondan biri bilan falanlarga otlanib bilan ketgan bo'lsa, o'chada kapparat chiqib ketmaydi. Nima uchun? Chunki safar degan o'sha bandalarning ishidan keldi bu. Ashu majburlangan kishi inson, banda. Doğru, bandalar bika qilib o'tmaydi demoqchi. O'shmadan qarashtir bor. Bizning masalalarda har bir masalada boshqa mazhabning qarashlari bilan mansab birinchidan ba'zida balon salqalis qo'yib ketishi mumkin. Dalillar bir-biriga giralish ketishi mumkin. Selishtirma labak uzra ketadi. Biz boshni tartib bir necha masaladagi har bir dars bir masalada tafsiliy to'xtalib qarashini dalilini bayon qilmasa, kitob salatda jiqanda to'xtaldik-ku. Yani to'xtalib bu ixtilof masalalarining tabiiy yarimiga chiqqan deb bir tushuncha bo'lsin, namuna shaklda o'qimaydi deb unda tafsiliy dalillarni har bir masalada masalan yo 5dan 6dan qarashli va har bir qarashning 4-5dan dalillari oldu, uning raddiyalari oldu, oyunda qilib mangan. Hozir shu kitobning mansubi bo'yicha ketib boramiz. وقال زفر رحمه الله تسقط كالمرض والحيض. زفر رحمة الله عليه kesel olan hezgi qarta biz kapparat chiqitido degan bo'lg'achqa majbur safar qilgan ahvoldimi chiqirdi debdi. Va javobuhu annahu hasala min g'ayri sohibil haq. Biz Imom Zufari qarta bergan javobimiz bu haq egisidan kammada bu ruxsatadir. Yani isqat haq egisidan kammada. Fala yuj'al udra. Lekin bu özür hesaplanmaydı. Bixilafil marad vel hayd. Başkası özür hesaplandı. Ennehu hasala, yani enne sefara hasala min gayri sahibil hak demektir. Allah Teala qala ve in jama'a fima duna sabileyni ev behimeten ev qabbala ev lemasa fe enzala. Fima duna sabileyn, yani aldaki terekke cima kılmay. Bu cemaat değişman, bu bir mecazi ataş oluşu mümkün. Bu cemaat meselesinde aşında bir ahval bolsa ve meni çıksa demek çıkmıştır. Fe'enzele diyen şu 4-5 namımızke çetişler. Aynı bir sürkülüş olap meni çıketse. Ev behimeten, ya ki bir hayvanına çekilip koygan ahval bulup kalsa meni çıksa. Ev kabbala, söyse meni çıksa. Ev lemese, ya qasa meni chiqarsa fa anzala mushammis setishlar. Meni chiqarsa o chaqda ro'zasi buzilgan bo'ldi. Qazo vojib bo'ldi. Shunaman kaparatim. Meyadamda qazo vojib bo'ldi dedi. Fa anzala bu tugida. Buning ba'zi halol ishlar, ba'zi harom ishlar.
Cema fîmâ dûne sebilen mesela arayalı olsa bu günah şey meselesinde. Peki Ramazan'ın rozusu meni çıkışılan buzuk etkiye holba. Behimesi bu günah. Günah var bir taraftan. Yani bir taraftan ırzıç. Yani rozunu buzuş günah, iki kat günah oldu. Kabbala ulema sahibi özünün ayalı buluşumken. Kâle ev ihtaqana. İhtaqana hukna degan aslida oqi maqat tarafga doğru bir narsani selishni ko'rsatdi. Ya'ni kirizm qildi deymiz. Bu masalan ba'zi zaharlik buni iste'mol qilib qolgan yoki qavziyat bo'lib qolgan, imsak bo'lib qolgan, tarif qilmay qolgan kishilarniki oq tarafdan bir doğru silib, tarif mangdirdilar shu. Asli shu. Keyin undan bu badanning boshqa yerlarini jinlar orqali suyuqlik selishni hukmi deb atagan. Asli shu maqat yo'liga qilingan kirizm doğrusu. Oq tarafga shunda suyuqlik bilan sasa, avsta'ata bu buniga bir narsani tishgan bo'ldi. Buniga doğru tinsa, albatta og'ziga bir narsani tishini avjara deydi. Şu Saud degani buni tinitilgan doğru, vajur degani og'ziga tinitilgan doğru. Ev aqtara fi uduni yoki quluqqa doğru tinsa, ev dava jaifatan yoki mush badanning ishiga qadar o'tib ketgan yara zidi bo'lsa, shuni doğru bilan davolabdi. Jaifa degan badanga cho'nqir chirib ketgan, masalan pichoq tutsa bu jaif bo'ldi. Yani bir ya eşlik qalsa bu mücahif oldu. Bedendeki lekin başka emas. Şimdi kamallab qolgan yoki yeri qulab ketgan, ya pichoq tutilgan bo'lsa shunda tishib ketgan yerga doğru qo'ysa, doğru tutsa, ev ammatan yoki besh yerlik ketgan bo'lsa, bu yeriqning darajasi amma degan. Biz başının yerilişini 10 türlü degan. Ama muvattadu qonunun bormi? Yani başının yerilişininki derecesi qarab 10 xil ataydi. Şeriat jinoiy ishlar qonunida. Simhaq, al-amma, ad-dami'a, yani shijaj deyiladi. Anwa' shijaj. Amma degan ay ummud dimoqqa yetgan. Mesela mağazının katıda görünüp bağlan degan. Şunda derecilik 5 yerlik yetiş olsa favasala ila jawfihi. Yani dava jaifatan favasala ila jawfi. Badaniga cho'nqirlab kirib ketgan zahmin tushib qolsa, shuni doğru ishlatsa, shundan bu badanning ichiga basadi. Doğru. Mushun oyog'ida favasala ila jawfihi aw dimaghihi dam. Ev dimaği bazı nüskhada var. Bizim kitapta yok. Ev dimaği aslı yazıp koydu. Ev dimaği yani favasala lafzan neşr. Dava jaifatan favasala ad-dawa'u ila jawfi. Ev dava ammatan favasala ad-dawa'u ila dimaghi. Doğru mınısıga yetip bardı. Çünkü mınısının tetkik ko'rinib qolgan zaman doğru şuna koygan ekan, bu qatiqqa tegdi bu doğru. Bu bir badandan shikirgandek ahvol bo'ldi. Awtala al-hadida yoki bir tumirni judatdi, bir ton mah masalan. Ya shar ajnan aslini judat qolsa, aw istaqa'a mil'a fihi yoki ig'ziliq to'lg'idak qasdan yandusa. Barmoqdan tiqib qasdan yandusa, egizlik to'lsa. Agar egizlik to'lmasa, mayli. O'sha ro'za buzilmaydi. Ya qasdalik bo'lmasa-mo, mayli ro'za buzilmaydi. Aw tasahhara yadhunnuhu laylan. Tang atmadi deb o'ylab qilib, zo'liq qilib qolsa, tang atgandan keyin zo'liq qilib qolsa, wal fajr tali'un aw aftara yadhunnuhu laylan wash-shamsu tali'atun. Yoki kun petib bo'ldi deb o'ylab qilib, taqdim patmagan chaqda ishtaq qasa fa alayhi al-qada'u la ghayr. Yani yuqorqi ahvollarda hammasida hukm berdi. Shu
bir kunlik ro'zasi buzilgan bo'ldi, qazosini qildi, lekin kaffarat kelmaydi. Çünkü bunun da u darajadagi gunoh yo'q bu ishlarda. Ha, yuqorqi ahvollardagidek unda ig'ir gunoh yo'q deydi. Ya o dünya sebilen buldu to'g'ri, insonning sebilen emas. Ha, bir hayvanning sebilen emas. Shahvat qandirish ayıqda inzal oldu. Eğer inzal olmasa, inzal olmasa buzulmaydi degan gap, qazo kelmaydi degan gap. Xuddi masalan qabbala. Rus holatda so'yapti. Hiç şunmadı, burada rızkı tasir etmedi. Şuna o'xshash. Bu hamda Ramazanning hurmatini qilmaganlik ig'ir darajadagi ishlar bo'lmadi demoqchiga. Na ayrıca Ramazanning ro'zasi buzildi. Ro'za buzilgach mushulma dedi. Lekin a darajadagi emas. Tafsilotni o'qiylik. أما الجماع فيما دون السبيلين أنا مش مسألة تفسير كاسك فيما دون السبيلين وبو عادة الجماع يسبلان ما يدبو لكن بر سركلشتن ibaret yana البهيمة bu işki ehvalda inzal bari ma'al inzal yana vel inzal bil lams vel qubla lams qubla emas lams qubla olanligi inzal derizga yetgan. Bunda ahvalda biz qazo qilishi vojib bo'ladi, ro'za buzildi deymiz. Nima uchun? Fali qadoi ihda shahvatayn shahvatni ikki darajaga ayirsak, birinchi darajasi o'zi chiqqan bo'ldi deydi. Shahva kamila, shahva naqisa deb ikkiga ayiramiz. Ayol bilib bo'lg'ini shahva kamila, ma ahvalda shahva naqisa. Wa annahu yunafi as-sawm. Ana bu ro'zni buzganlikka turganligi. Wala tajibul kaffara. Kaffaratni nima uchun vojib demidingiz? Yuqorqi ahvollarda degandingiz desa, li tamakkun an-nuqsan fi qada'i shahva. Shahvat biz yuqorda bayon qilgan muftiratga nisbatan ma'noda tuandi. U darajada emas. Lekin shu şu bu erayal qilgan jima darajasida bo'lmaydi. Qado shahvada da naqs ahvol bo'ldi. Hatta mesela 70 desekmi, yuqorida 70ga to'liq kaffara qildi dedi-ku. Ay ig'ir kaffara qildi dedi. Endi yerda qulqqa da'atimitti. Ya buniga da'atimitti. Bu da'atimtishda adam 70gandek unda o'zira olmaydi demak. والاحتياط في الصوم الإيجاب لكونه عبادة. Yani bizim müşahvalda ihtiyatla muamele qilgan bo'lamiz. Ro'za tutishda ehtiyot nimadan iborat? Ro'za tutish vojib, yani qazosini qilish vojib desak, ehtiyotla muamele qilgan bo'ldik. Likawni ibada. Chunki bu ibodat, ibodat bo'lg'achqa biz ado qilmay qolsak gerdinimizde kalıdı deb ensireymiz. Şuna bir gün kazasını kılsa deymiz. Ve fil kaffarat, kaffarat meselesinde ihtiyat neydi ibaret? Kaffaratni bika kılıç şu ihtiyat oldu. Nima uchun? Ve fil kaffarat ad-dar'u li'anna min al-hudud. Çünkü kaffarat degan hudud o'xshash uqubat. Na'amkan idra'ul hududa bish-shubahat. Bunda sal azraq bir narsa kam bo'lib qolgan, shu bo'lib qolgan ahvol bo'lib qolsa, biz kaffaratni bekor qilib olsak, ash ehtiyotdan xotirjam bo'ladi. Qala wa amma al-ihtiqan wal-isti'at wal-iqtar fil udni, mushunda doğru temitqan va doğru saqan ahvollarda al-ihtiqan aqmaqat yo'lga sug'liq yoshunda yog'dek jinaslarni silish. Wal-isti'at burniga doğru temitish, og'ziga doğru temitish. Wal-iqtar fil udun qulqiga doğru temitish. Ve dava'ul jaifati vel ammati bedendeki yaralar. Bedendeki yaradan içinde jaifa başının toyundaki yara, amma baştaki yara. Lekin
Shu mingning qatqi ko'rlab qolgan qadar ig'ir darajada bo'lgan yarar. Agar mingning qatqi ko'rlab qolmay, bunda beshining so'ng ko'rlab qolgan bo'lsa, uning ta'siri yo'q. Chunki u badanning ichiga kirmaydi deydi. Ba'zida badanning ichi eshib qolgan chog'da dorim shunda temizsa shu ichiga kirib ketadi. Mushu ahvollarda fali usulil mufattiri ila dakhil. Ro'zni buzitadigan shuni dori ya suyuqlik tek bir narsaninki badanning ichiga yetib kirishidan iborat. Va huwa ma fihi maslahatul badani min al-ghida'i aw ad-dawa. Bu mufattir nima desa, g'izo bo'lsin, dori darmak bo'lib qolsin, ay badanga foyda qiladigan narsa bo'lib qolsa, badanga kirib qolsa, ro'za buzildi. Qala sallallohu alayhi vasallam al-fitru mimma dakhala. Ro'za buzilib ketish degan kirgan narsadan bo'ldi degan mush hadisga asosan. Ya. En az miqdorda yetisimi o'xshash. Al-fitru mimma dakhal. Bu Buxoriyda kelgan. As-sawmu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Bu mavquf kelgan rivoyat. Walau aqtara al-ma'a fi udunihi la yuftir. Suni qulog'iga demasa, yuyingan chaqda masalan, qulog'ini obdan juda yoki bir suv quygan bunda ahvol bo'lib qolsa, la yuftiru li adam surati wal ma'na. Bu yerda ro'za buzilmaydi. Ikkisini ayirmoqda. Doğru temizsa buzildi. Yani suv temizchi, badanga doğru temizchi, sirkish mumkin deb tushunama. Lekin tartag'an chaqda shu sirkitdi-ku debdi, yoki suv o'xshamaydi deb chiqmaydi. Ikkisini ayirdi. Suvning hukmi boshqa, doğruning hukmi boshqa. Maslahatul badan min al-ghida'i wa ad-dawa. Miyada suvning hukmi ro'za buzilmaydi, li'adam surati wal ma'na. Li'adam surati degani kishi bir narsa kirmadimi? An ma'na degani buningdan bu foydalanib, bahr oldimi degan narsa. Bevosita unda foydalanib ketmaydi degandek bir mazmun deyish mumkin. Lekin mush masalada suvningki quloq qo'yilish masalasida Hanafi mazhabda ixtilof bor. Bu ittifoqga o'rin emas. Hozir maktabda, ixtiyorda quloqqa suv temitgan ahvolda ro'za buzilmaydi dedi. Hidoyatimiz shunday degan. Lekin bizning o'tgan dars chiqqan Qodixonda ro'za buzildi deb qaraydi. Chunki bu o'zining qasddan bir ish bilan suvni temitdi, bu suv doğru bo'lgandek badanning ichiga yetib bordi. Lekin suvning masalasi Hanafi mazhab ulamolari ixtiloflashib qolgan. بخلاف الدهن لوجوده معنى. Yani bak kitap kagini sulan doğru okşmaydı. Sunu kulak temizsa ro'za buzilmaydi. Lekin mayni doğru temizsa ro'za buzildi. Livujudihi ma'nan. Yani livujudil iftari ma'nan demek. Yani şurada ig'iz etish degan narsaning mazmuni bor. U bo'lsa islohud dimog. Çünkü bu yerda darhol buningki doğru temizgan ekan, beshi og'rigan bo'lsa g'achchida o'ngshiladi yoki bir saqish bo'lgan gap. Ma'na degan darhol buning foyda qilishi desak, li adam sura degan darhol badanning ichiga kirgan ahvol yo'q deyishimiz. Quloq kirdi, lekin badanning ichiga shart kirib ketgandek ahvol yo'q deymiz demakchi. Ama doğru olib qolsa, badanning ichiga shart kirib doğruni temitgandan keyin shu quloqning tashqi darvozasi oldida tursimi, menga ta'sir qiladi. Ya, Hanafi mazhabda bo'lmaydi. Kurashlar ro'za buzmaydi. Faqat bunda nima bo'lib qolsa, shaqa shu tomchilari uchib yuradigan narsalar, masalan, masalan, par deymiz. Yakna ushaq chizgan dorilar, kichik chizgan, nafas yo'lini ochadigan dorilar. Mushunda ba'zi ulamolar o'z buzildi. Chunki bu tomchi az bo'lsin, shunda nuqulma ig'izning galzin bir tomchi bo'lsin o'tib ketdi yoki bun orqali yana kanayda o'tib qoldi deb buzildi deydiganlar. Lekin hozir ko'pincha ulamolar buzilmaydi deb qaraydi. Baxaq deydi ma'lum. Baxaq.
ungacha. Hazır nerede? Biz Hanefi mezhebinin nimiz boyunca masak Hanefi mezhebde doğru yani şu derhal kaydı qilib foydalanadigan bir ish bo'lib qolsa buzildi degan siziqda ma'lum. Lekin boshqa ulamolar misol azodroq qilib yeb ichgan g'izo yoki bunda tamoq nimasi bo'lmagandan keyin buzilmaydi. Tavachesi buzildi. Nima uchun? Tamakininki orqali nikotin badanning ichiga kirdi. Nikotin moddasi bor unda. Biz yo'lda ketib chang tuzan bo'xnoq masalan yoki kauchning oldini o'tib qolsak kirib qoldi mayda. Lekin birisi qasddan tutashtirib ichiga tassa nikotin ichiga chiqadi. Uning moddasi bor. Yani nikotin bir modda bu. Cheki verse o'pka yo'llari kana yo'llarda qop-qora nima kiroqlaydan gapirdi. Qop-qora. Mas kanning ichi bir yil ishlaysa qanday bo'ladi? Undan qaqsaq tushgan narsadek ayında bir narsa bog'laydi. Nikotin. Tabiiy ketganmi o'zi tamchilatdi. Bu ham badanning ichiga kirdimi deb ketmaymiz deydi. Ladim so'ra. Lekin sirt bo'lgan taqdirda bu isloh nima unda bu narsa bo'lmaydi. Lekin do'ralab qolsa darhol ta'sir qiladi. Hozir shunda do'rlar. Masalan, hozir qish bilan qizitmasini pasaytirish uchun oqisab qo'yilgan klizma, ihtiqon, ajnaslar darhol qizitmoqchi. Boshqa yerlar davolayashdi. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله لا يفسد الصوم في الجائفة والآمة صاحبا جائفة والآمة مش إشكي يارسي بدن إشكي قدر أتكتكين يارداغا دورا سر دوالسا روز بزلت كتميدو دبتو لأن الشرط عندهما الوصول من منفذ أصلي çünkü o işkeylerinin özürde bu bedenin içi kirgen nasa eğizleyen mesela normal adetteki yoldan kirse andan rozbuzlukta deyimiz. وَلِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِالْوُصُولِ لِاحْتِمَالِ ضِيقِ الْمَنْفَذِ وَانْسِدَادِهِ بِالدَّوَاءِ yani bir taraftan şek olab qoldi. Yani bedenin içiga yetib borganligini taqa biz shekdaydi. Chunki biz eşek doğrunu salsak ya talqandek doğru bo'lishi mumkin yoki mayga o'xshash doğru bo'lishi mumkin. Ayni salsak vasara kelyabis. Ayında doğrunu salsak bu asli bu esilib qolgan yara na tavuqashqa. Mesela pichoq tutilgan bo'lsa, shu bir necha milli ayında bir arliq bo'lgan bo'lsa, azroq darini shuna qilganliklar ichiga berib qo'ychi bu nimani sirtdan etib o'tishi mumkin kaman. Unda olki bo'limga o'xshab qoldi bo'lsa, suyuq yoki ayında shilash bir doğrunu salsaqmi, yaraning ichi tavuqashqa bu xuddi bir quruq doğrunu sep qo'ygandeklar. Mesela sopunun bir parçasını ekiplamda sep koysak şu an evzini ekiplam turduğu. Şunda tuğandek bir ahval var. İçiga çoğunkurlap kirketmesi mümkün deydi. Bundan keyin biz şeklep kaldık hazır. Muşu sağan dara aş içi kadar. Mesela jigin santa şaktıkan boz jigin sant içi badım olsa. Belki 2 santıda to'xtab qolgan bo'lsa ya 1 santıda to'xtab qolgan bo'lishi mumkin deb shak qilib qoldik deb qarabdi. Eğer quruq doğrunu sağgan bo'lsa, bu ishiga cho'nqirlab kirib ketmaydi. Shunga o'xshash bo'lishi mumkin. Va lahu yani lil imam Abi Hanifa anna rutubat ad-dawa'i idha ijtama'at ma'a rutubat al-jirahati izdada sayalana. Mayalana deb tomanda, lekin sayalana desanlar bekrak muvofiq. İmam Abu Hanifa debdi yani doğru mu bir xil nam suyuq yoki shunda ho'l doğru bo'lib qolsa yaridagi bo'lgan namlik bilan birlashsa bu oqadigan ya ishiga saqib ketadigan bo'lib ketadi deydi. Batil. Faysl. Undan keyin shunda ixtlam ta yarining ishiga cho'nqilib kirib ketadi. Undan ishiga yetib boradi. Bixilaf liyabs. Quruq doğrulab qolsa unda emas. Li'annahu yunashshifu rutuba. Chunki u yerdagi namlikni purtitadi. Fayansaddu famil jaraha. Yerdagi eg'izi etib qoladi. Qala mashayixuna
Maşayihlar da bunu xulasa tutdi. Ha şeyler maşayih emas, ashab. Makinkilar bunun şagirdlari maşayihlar debtu vel mu'tabaru indahul vusulu. İmam Abu Hanifa'nın nazarda hesap qilingani yoki tasl nima desa shu doğrudanki yetib berish bo'lmas. Hatta law alima bi usul yabisi fasada. Şuna quruq doğrumi ichkiriga yetib borsa buzildi. Yo'q bu quruq doğra bu buzilmaydi deb turolmaydi. Adatan quruq doğra yetib bormaydigan bo'lgach shunday degan emas. ولو علم بعدم وصول الرطب لا يفسد. Nemna solab qasımı çoğunqurlab şey sirketmegen ahvalda yanına buzulmaydı deb qaraydi. Demek bu İmam Abu Hanifa'nın mazhabının ölçüne bekitip beripti bu meşayihlar. قال وأما إذا ابتلع الحديد فلصورة الإفطار. Anda tümüne yüzlerken ahvalda bir ada ağız içiş diyendek ahval köreldi dedi. Şeklen vücut çıktı dedi. Yani bayatımda sura diyen söz demek ki çiğ bir nas kirdi mi kirmedi mi kirdi. Yani mana degene bunun bu paylanıp bahri aldı mı almadı mı diyen nas. Mesela iftar aşu şar ya ki mıhtek nasa şey kirdi mi kirdi. İftar buldu deyikimiz. ولا كفارة لانعدامه معنى. Yani bir yerde bunun bir huzurda ya beden paylanıp ki ahval bulmağaçka yani iftarının mezmunu çıkmagan boğaçka kaparet kendineydi deymez. Yani bu şarj ve kasten bunu böyle tasavvur kılıl olması mümkün. Lekin bu kitapta şunda nima çıkışlamasın. Bazı kitapta deyişim ki bir alma bütün tutsa ya ki bizden kosmonu neyze tıkılıp geçse bu neyze aşı bir gün tursa Rusu bizden vasalar el cevf mesela. Yani bu ayet mağlup köşe berbat kadar Rusu'nun buzulmasıyla olan belki neçilmesi oluşu mümkün. Ya ufak adamın bir tal üzümünün şunda asa kaçıda kanidin çirkesi kanda oldu. Her xil gaplar bor bu. Qala wa amma idza istaqa'a mil'a fihi. Endi og'ziliq to'lgan darajada qasdan yandusa ro'za buzildi degan to'q. Fali qawlihi sallallohu alayhi vasallam man qa'a fala qada alayhi va man istaqa'a fa alayhi qada. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yandırıp sağsa qaza ketmaydi, yani ro'za buzilmaydi. Va man istaqa'a qasdan yandugan kishi qaza qilish lozim degan bo'g'achqa. وروي ذلك عن عكرمة مرفوعا وموقوفا. Bu Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadis. وروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا deyiş lazım. Hatta ismini de koyuyor. Muhammed ibn Sirin Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadis bu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degan deb rivayet kılgan. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şunda degan deb sahabenin sözü şekilde rivayet kılıngan. Ve inne Muhammeden ve Zufar rahimahumallah yufsidu ve illem yemla'l fam. Kay kıldıma yanduğanı kıllam ağzılık toşmusu mu rusu buzuk gitti doğru etti bu işkeyle. Ve lem yafsil beynuma fi zahir rivaye li itlaqil hadis. Zahir rivayede ağzılık tolsa tolmasa dep onda ayrımıgan. Çünkü hadiste men istaqaa dedi. Yani mil'al fam illem yemla'l fam deyen gep yok. Lakin zahir rivayede kasten yandusa ya ki kasten bulması mı ayında yandırıp sağsa da işte ahvalınla bayan kıyır. Halbuki ağzılık toşaş bunda gep yok. Ve sahihul fasl. Ama doğru ise muşun ayrış lazım. Mil'al fam ve gayri mil'al fam da ayrış lazım. Ve huve rivayetul Hasan an Abi Hanife. Muşun da ayrış İmam Abu Hanife'den Al-Hasan ibn Ziyad kıyır rivayet şu. Niçin? Lenne ma duna mil'al fami tabaun lirih. Çünkü ağzı tolmagan ahvalda azgına bir narsa olib qolsa bu tükürük kitaba bir narsa. Kichikgina bir tükürük paydo bo'lgan bir narsa. Kama law tajashsha. Bu xuddi kekirgandek ahvol. Wala kadalika mil'ul fam. Lekin og'ziliq to'lgan ahvol buni o'xshamaydi.
Kale ve emma idâ tesahhara yadunnuhu leylen vel fecru tâli'un. Tan etip boğandan kin tek tan atmadı dep sohurluk yapsasa ya ki ev aftara yadunnuhu leylen ve şemsu tâli'atun gün tek patmağan halette gün petip oldu dep erzeci tutlasa fe innema yuftiru li fevatir rukni ve huvel imsak. Bu erzeci yani biz aşu rüzgâ bitken arlıkta erzeci ettik bu. Aşu el fecr thani din tartib gurub şems kadar bir narsa yemek lazımdı bu şu arlıkta yapsağım oldu. Vela keffarete lekin keffaret kelmeydi o li qiyamil uzri çünkü bunun bir üzrü var ve huve adamut taammud yani kastan kılmadı bu hata uylab kalmak bir ahval buldu vel keffaretu alel cani keffaret diyen kastan bir cinayet diyen kişiye kilitli bunun cinayet şekillenmedi. قال ولو جمعت النائمة والمجنونة خلق قاغنا يا كي سرنا يلان جماعة المقاسة فسد صومهما يعني أشكيلان روزت مجنون مثلا سرنا روزتن أهوالدا روزني حساب قيساق فسد صومهما خلق قاغان وسرنا روزse buzul ketken buldu. Mecnun'a akile bulmağın iken roz vacip olmaydı o. Şartı teklif bulmağın iken. Lekin bunu bunda tasavvur kılış mümkün. Akile çağda rozga niyet kılıp rozda keyin şu vaqtlarda kunduzda saranglab qoldi. Bu shunda ahvolda sarang rozgan bo'lishi mumkin. Li vujudil mufattiri rozni buzilgan ahvolning bor bo'lganligidan ولا كفارة لعدم التعمد قستلك بمغاشقا بولو كفارة بولو گناه yok. قال ولو استمنى بكفه القنولان أنانزم قيسا أفطر لوجود الجماع معنا جماعنا مزمونة يعني قضاء الشهوة بالناس بوغلقتين روز بذكر ده ولا كفارة لكن كفارة كم يدل لعدم الصورة çünkü bir yerde cima kılış bulmağa çıkarıyor. Onun başkan buma rozunu buzulduğun işler hatarı kiremdo da tutlap olan meselelerden mesela okul selesi var. Yani tüm mezhebin kaidesi boyunca mıkısak okulülen rozu buzuldu. İnakım. Vasalayla cevf. Lakin hazır Mecmual Fıkhi İslami çıkan kararda okulülen rozu buzulmaydı. Dep şunu tercih ediyor. Uzunluk olsun, uzunluk olmasın. Glikoz olsun, tuzlu olsun, yaki adet su olsun. Hemmesi okşaş diyen ulamalı var. Gıza karakterdeki okululan başkasına ayırgan ulamalı var. Hazır ki şu teveccühülen desek şu okullan bulup kalsa buzulmaydı. Okullan buzulmaydı. Lakin bu adam okul saldırgan, asıl saldırgan derecede ciddiyet tutuluşlarında tüken çağda hızlı içi ruhsatı var. Normalde okul saldırılı adam eğer onda ciddi bulmasa çıptarın kimge udullap okul saldırışı şu doğru. Eğer ciddi bulup kalsa o adam vaktini udullanmaydı udul yatkızıplam açırıp okul saldırı. Bu ahvalda o adamın ağız etişiğe ruhsat kılmadan keser deyimiz. Kanal olsun buzulmaydı. Aftaral hacim vel mahcum diyendek rivayet ibadet. Bazı malı buzulmaydı. والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك